Farg'onada bo'ldimishmish. Chechenka Gulzada opa bilan Taskubki Nodira opa kelarmish. O'zbekiston bo'yicha nomer 1 blogerlar endi Farg'onadamish. Aqoonda qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim qalamidan quyib o'tsin deymanda. Bas endi osinjonlarim, rivojlanish davri keldi. Uyda o'tirasizmi? Biznesingiz bormi? Ahamiyatsiz. Hozirda sotuvlar asosan Instagramda bo'ladi, bilasizlar-a? Instagram uchun mo'ljallangan 16-apreldagi katta master-klassimizga aynan sizni taklif qilaman. Bu master-klassda nimalarni o'rganasiz? Instagramni miridan sirigacha o'rganasiz. Montajlarni boshlang'ich etapini albatta o'rganasiz. Eng asosiysi, katta mutaxassislardan katta sirlarni o'rganib olasiz, ya'ni Instagram algoritmlarini. 16-aprel kuni shu zalda sizlarni ko'rishim shart osinjonlarim. Birgalashib rivojlanamiz. Tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deb to'g'ri aytishadi. Instagramda juda ham ko'p natijalarni ko'rsatgan Taskubki Nodira opa va Gulzada opamlardan kerakli maslahat va bilimlarni olasizlar. Osinjonlar, bu davra o'yin kulgu davrasi emas, bilimlar davrasi. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. 16-aprel kuni Farg'ona shahar markazidagi katta kutubxonada ko'rishamiz. Joylar soni chegaralangan. Joylaringizni band qilish uchun nomerlar qoldiraman, telefon qilib band qiling. Albatta keling va rivojlaning osinjonlarim. Qaytganchalik 4 yillik tajribaga ega professional mobilograflarni taklif qilganman. Undan tashqari Kamina-yu Kamtarin 3 yillik bilimlarimda sizlar bilan inshaalloh 3 soatda ulashaman. Albatta kutib qolaman osinjonlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan ko'rishni intizorlik bilan kutyapman. Hammaga xayr.